Muhtaram yurtboshimizning siyosatlari bugun respublikamizda, viloyatimizda, shu jumladan Dehqonobod tumanining eng chekka qishloqlariga ham kirib boryapti. Mana bugun Dehqonobod tumanida 51 ta mahallada 84 ta obyektda qurilish bo'ladi. Shundan hozir 40% da qurilish ketyapti. Yil yakuniga qadar kelasi yilga o'tadigan qurilishlarimiz bor. Asfalt bo'ladigan ko'chalarimizning o'zi ham 270 kilometr, 36 kilometr piyodalar yo'lakchasi. Bog'chani qurishi, maktabni qurishi endi hisobsiz. Yoki bo'lmasa o'sha suv tarmoqlarimizni rekonstruksiya bo'lishi, bu degani ish bo'ldi degan. Mana ko'ryapsizlarmi, hamma narsa mana shu parallel juda ham bir chiroyli hamohang ketyapti. O'zimizda ko'ryapmiz. Shuning uchun avvalambor mana shunday bir chiroyli davlatda chiroyli osmon musaffo jamiyatda yashayotganimizda hammamiz xursand bo'lishimiz kerak, shukrona aytishimiz kerak. Bu Oybekda ham bo'ladi, Oqqishloqda ham bo'ladi, Oqmachitda ham bo'ladi, Chilgazda ham bo'ladi. Qurilish mablag'i bilan bor. Ming rahmat muhtaram yurtboshimizga. Mablag'i berilgan, mablag'i bilan bor. Ko'priga mana